11-modda soliq tizimining yagonaligi prinsipi. Soliq tizimi O'zbekiston Respublikasining butun hududida yagonadir. O'zbekiston Respublikasining yagona iqtisodiy makonini buzuvchi, xususan O'zbekiston Respublikasining hududi doirasida tovarlarning yoki moliyaviy mablag'larning erkin muomalada bo'lishini bevosita yoki bilvosita cheklab qo'yadigan soliqlar belgilanishiga yo'l qo'yilmaydi. Demak, butun soliq kodeksida belgilangan normalar, soliq majburiyatlari, soliq turlari O'zbekiston Respublikasining butun hududida amal qiladi. O'zbekiston Respublikasi butun hudud deyilganda Qoraqalpog'iston Respublikasi va 12 ta viloyat nazarda tutiladi. Endi soliq kodeksining 21-bo'limida ayrim hududlarga nisbatan soliq imtiyozlari berilgan. Bu imtiyozlardan berishdan maqsad aynan o'sha hududlarni rivojlantirish, u yerda masalan ijtimoiy rivojlantirish maqsadida berilgan imtiyozlar, ular bu prinsipga zid emas. Mo'ynoqda bor imtiyozlar, Jizzaxda, shu Sardobada suv toshqinidan keyin bo'lgan soliq imtiyozlari berilgan maxsus. Ular bunday soliq tizimining yagonalik prinsipiga zid emas.